shashlik ishlarini ko'rib havas qilaman-da, mashalloh, osh bo'lsin deyman. Biror bo'ldi qil. Lekin oxirida uni chichishga kelganda 7 ta odam ovorada, tualetga ko'tarib, chichirib, ko'tini yuvish uchun Bog'lama pullar. nafsini o'ylab yevaladi. Shap yevaladi. Ovorada keyin buni ko'tini yuvish kerak, ko'tarib olib borish kerak, hamma ishdan qoladi-da. Shuning uchun uksiz ichvar onasini emsa nima qilsa qiynalib ham ketdi bu hayotga. Ular yarimta kalamishganlar. Kulolma, boshingga solib qo'y, ba'zi kulolma hojat bor. Boshingga solib qo'y ba'zi. Mayli, to'g'ri bo'lishi ham mumkin. Boshimga solib qo'ymasin. Mumkin. Lekin meni oyog'im bo'lmasa ham bir kun, men ham saxirman, bir kun oyog'imni kesib yuborishi mumkin. Men ham saxirman, bir kun peshonamda oyog'im kesilishi bor. Lekin men o'tirib olib bunaqa qilib 70 kilo beringlar demayman. Akalar, shu qo'ldan kelgancha deyman. Alloh rozi bo'lsin deyman. Bo'ldi. 70 kilo Yeb to'ymas. yig'lama Po'lat, ana Innan ham rahmi kelyapti senga. O'rislar ham keldi, yig'lama deyapti Inna degan qiz ham. Inna shuni yo'qmi shu Rossiya presidentini mehribonlik uyiga tashlab kelsa yaxshi qaraydi-yu. Ota-onasi ham bir ro'shnolikda yashasin shu bolani. Ularda ham to'y-to'ychig'i bor, qarindoshligi bor, maraka majlisga ham bora olmayapti shuni chichishini poylab. Hayotda otam uchun men darslar bo'lmasa gapni gapirib tushundingmi? Buni ko'tarib. Iloyo bola, iloyo. Ana. Mana degan. Assalomu alaykum. Ana. Po'lat aka, Hoji aka yaxshimisiz? Rahmat. Guli aktiv yig'ibsanmi? Unaqa gap gapirmang. Unaqa gap gapirmang, opa. Katta kishi o'zingda bo'l, yibanashga, aktivni. Unaqa pul uchun ko'tingni sen sotasan, yiban biladi. Unaqa gap gapirmang, xonaka to'g'ri bo'y. Sen bonkursan sen, bonkursan. Bonkursan sen, men senga bergan pullarni qaytarib Nega beraman. tushirvoring xonni? Iflosi. Nigora, o'zini hurmat qilmagandan-da. Ana. Ko'rdingmi? Bekkanni ko'rdingmi? Urganni? Ko'rdingmi? O'lay. Rahmat-ye, ko'zing chiqib ketgadi, bo'lmay. Nega 10 ga urib berdi baradi hozir, qarab turing. 10 ga urib berdi baradi hozir, qarab tur. Qarab tur kalingga qo'taman. Qarab turinglar. Yo borish. Ko'rdingmi? Ko'ring degan. Ha. Rahmat, qanday so'zi bilsang. Rahmat Alloh rozim, rahmat. Xayrati. Rahmat. Bular shu yetar. 5-6 kunga. Qo'shimni. Yo, uksiz ichaveramiz. Bular qiynavarding shu Bekxan ko'tdi ham. Shu bolani ham qiynavarding. Uksiz ichaverasanmi? Ular o'zingga ketma. Ko'rdingmi? Buni ham qiynabsan, o'ta. Nima menga osilverasan sen? Nima menga osilverasan? O'zi 200 ming so'rab. Men senga osilmayapman, men seni yaxshiligingni o'ylayapman, uka. Mana qara. Odamlar. Nima menga yaxshilik qilma. Qo'ta bosh menga qara. Qo'ta bosh hozir menga ursa oltiga olding yetdik. Sen gap qilib olasan yetdik. Qisib o'tir yetdik. Menga latosni nima qilasan? Ota-onamga qilib boshqa qilasan. Yetdik. Mana ko'rdingmi? 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 Tukunma, inondomiga tukunma. Nima kema yetdik. Boshqa so'kinib o'tiribsan-ku. Xo'p. Bugün yapsan. Uksuz hiç buksuzdu. Hozir aka. Hozir. Bekxan rahmat. Ha. Xon qani? Xon. Xon aka. Po'lat. Narigoyga ichaveramiz uksiz. Bo'y meni tirikchilikka chiqib qoldi. Narigoyga o'zim olib boraman senga.
Qabristonga ketishni ham o'ylama. Bekxandi trekkerini orqasida ketaveradi o'liging. Spokойно, kichkinagina. Zapaska balonni o'rnida turmay turdi. Iflosga men yomonlik qilgan joyim yo'q-da. Urushmaylar. Bo'ldi, mana gapirma menga. Meni gapirma. Mana shuni san'atni qilaman deb mashinasi xabari yo'q, yonib ketdi-da bu. Bu monkur, ana shu insonni orqasida tektoka bu, isqirt bu. Ana shu odamni shunday qildi bu. Janjal nima kerak bor aka? Bu xudo urib qo'ygan buni. Xudo urib Tek qo'ygan. ko'tsan, aktiv yurasan sen, musor bilan. Aktiv yurasan. Ona aka nima qilyapti? Jalabni bolasi onasi Men sen bilan teng bo'lmayman. Sen men onamni jalab degansan, men onang jalab seni. Men seni qo'ymayman. Onamni jalab. Seni onang yo'q sen. Jalab. Otang yo'q, sen sag'irasan, diddomni qizsan, haromisan sen. Tushundingmi? Haromisan sen. Ona aka. Senga donatorlik qilgan odamni sen shunday chiqding, non ko'rsan sen. Non ko'rsan. Men senga bergan pullarimni qaytar dedim. Salomat hozir. Qaytar. Uyingda yegali noning bo'lmagan paytda pul berganman. Senga ihson qayb, pulimni qaytar. Qaytar. Xona aka. Bergan bo'lsa, qo'rqgansiz aka. Unda nima qilmaydi? Allohdan qo'rqmaysanmi? Yo'li isqirtsan sen. Malades. Shuningmi non ko'rsan. Pul uchun har narsa qilasan sen. Donatorlarga yomonlading, bilasanmi? Donatorlar g'iybat qilib efirda yomonlar. Meni onamni jalab deganing uchun javob berasan. Onang jalab. Onang jalab. Guli, mana qarab tur, men seni qo'ymayman. Onang Men jalab. seni qo'ymayman. Mana TikTokda yuraman. Realni seni ko'raman. Mana qarab. Jalab, so'rava. Bitta xor bo'lasan sen. Bo'ldi, urushmaylar. Onang jalab. Xon seni onang jalab. Fohishasi. Bor, onang uchun so'rava mendan. Onang So'rab jalab. olaman men, o'ylama, so'rab Onang olaman. jalab. Sen g'iybat Onang qilib meni jalab. blokka tiqay bir. Sen haromisan sen. Aktiv uchun ko'tiga istirasan sen, isqir. Urushlar bir-birlari bilan ona. Sen Alini shuncha yaxshiligini bilmasdan turib, Ali bratni sen tema qildingmi, isqir? Nima negi? Qaddishga qilaman deb yonib ketdiranglari bilan. Mol bilan. Pe basharingga qo'ttog'im sen. Onam tanishida Xon aka bo'ldi qing aka. Nima kerak bor janjal deng. Betingni och, nima qilyapsan? Sigaret chekyapsanmi? Gandon betingni och. Nima qilyapsan? Sigaret chekib o'tiribsanmi? U odam emas. Uni nimasidan aytdingiz ama? Fondi tushirmalari. Men nimasidan? Men birovdan donator zotini o'ziga yozmayman men. Duruzi ham deylarga. Ali ko'tligidan gapirganman. U ko't erkak bo'lgan-da. Ashxonga o'xshagan ko't bo'lgan. Amiyalar ekan. O'shuning uchun gapirganman. Yo'q, xon chaqirchi, abelammi xon? Chaqirchi xonni? Uyatmaysanmi? Hozir bir xudoni yaxshi kunlarda turibmiz. Uyatmaysanmi? O'shani qanaqaligini bilasan. Sen bilan birga o'tirib, Sardor bilan birga o'tirib ham orqasidan gapirgan. O'sha erkakmi? Yo'q, Guli, bitta narsa qara, mana qara. O'sha erkakmi? Bu donator qochishi, boshqasi emas. Buni Alloh urib qo'ygan. Men bandasi gapirganimni eshitma bo'lmaydi. Buni Xudoni o'zi urib qo'ygan. Shang'illurmagin, Xudo jazoini bergur. Adovatlarni yo'qotinglarchi mana shu paytda, hozir mana shu o'ylarda. Men gapirganim ham yo'q. Buni blogan Xon aka, uzr so'rang, xon aka. Uzr so'rang, ayol kishi. Men onam so'kkancha uzr so'rasin. Isqir. Oxirida sen isqirsan sen. Men seni 10 partiyalab shartingni qilganda ko'tvacha bilan bir partiya yutqizganingda qochib ketgan bir ko'tsan sen. Sen ko'tsan. O'rramni qo'shib yutib bir ravut Sen yutib isqir g'iybatchisan, tushundingmi? G'iybat men ayol kishi bilan o'zi teng kelmayman. Lekin men seni tiri tursam men seni qo'ymayman. Mana qo'lingdan nima kelar? Qarab. Nima kelar? Bollaring ko'chada qolmasa aytasan. Mana qarab tur. Yuzni oching, qizaga o'xshab yashamasdan yuzni oching, xon. Bolani o'tay qo'shib Gapiring, ketib turing. Tirib yurasan. Sen aralashma, Po'lat qissib o'tir. Tushundingmi? Sening puting sikdi. Gandon bilan. Menga qara.
Qisib o'tirsin. Fu seni basharingga Sen jalabdi ko'tsan bolasi. sen. Onasi ko'tcha biladi fu bilan. senga. Isqirtsan Sen o'tir sen. shartda jalabdi bolasi. Onamni gapirma, haroma bilan. Onamni gapirma. Bo'ldi, ayol kishiga unday gapirmang. Ular aralashma, Xonaka. meni o'tkazganini o'zim bilaman. Men biron marta bir go'stiga chiqib birov bilan janjal qilganimni ko'rdingmi? Men janjal qilmayman. Nima uchun hoji aka bilan urushmayman? Nima uchun sen bilan urushmayman? Nima uchun boshqa bilan urushmayman? U isqirda yo'q. nima bo'lganda ham, xon, nima bo'lganda ham mana shu Unaqa gap qilmang, xonaka, qo'ying. Nega yerdan senga ham qiladi shu ishini? Sardorga ham qiladi, hoji akaga ham qiladi. Bu isqirt qiz bu. Unaqa ayol emas u. Ali aka shuncha borku, pul berib yonib ketdi. Ana shu Ali akani tema qilib chiqdi bu isqirt. Bu donatorlarning birantasiga yaxshiligi yo'q. Birantasiga. Jim, Guli Alloh jazoini bersin. Ikki kishi bilan aytishgan ayol shaytoniydir degan. Seni haqorat qilmayapti shu odam. Nima u bilan qo'rqqandek tushib ketding? Qo'rqib tushib ketding. Chiqana baqa. Qancha? Yo'q, bunga men yomonlik qilmaganman-da, bilad. Orqamdan g'iybat qildi. Qancha g'iybat qildi? Menga qarang, G'iybat xonaka. qilma bile. Xonaka. Menga Men seni qarang, g'iybatlaringni eshitganim xonaka. Men sizga Yo, bitta bu gap nima aytib debdi, beraman. de? Menga qarang, Eshitibdi. o'sha Ali deganingiz haqiqatdan WhatsAppchi. Nimaga desangiz, u Samiraga borib qutoqlarini ko'rsatib, anaqaga bitigacha rasmi bor. Ana shu Samirada. Ya mayli, Bildingizmi? men bunga yomon, nima yomonlik qildim bunga? Uni tarafini olmang. Senga nima yomonlik qildim? Hoy, bizni nimaga yopiryapsiz? Sen nima meni g'iybat qilib efiringga borib padarka taylasam, meni padarka tashib, men senga yaxshilik qilib yana padarka tashib, men gina Hoji eshit nega? Senga o'sha maraz Menga borib yo'q. padarka tashlayapti. Uni menga padarka tashlamadim. Gadayvercha bo'lsang ham, musor senga padarka tashyapman, bursin bo'lsa ham yordam bo'lsin. Nimaga meni cho'zib bloklaysan? Xon, shang'illab. G'iybat qilib yana meni efiringdan bloklaysan. Shang'illormay yuzingni och, amsikyapsanmi? Nima bola xon biladi. Chiroyli gaplash, och yuzingni yopib. Menga padarka tashashni xohlamadim. Asabga o'ynama bilan. Menga padarka tashashni xohlamadim. Bu qildim. Yo'qmadi. Yo'q, sen menga. Xon kallangga qo'tag'im biladi. Yoningni olyapman. Yuzingni och, jalablarga o'xshamasdan. Yuzingizni oching, xonaka, nima qilyapsiz, ey? Ya tavba qildim. Xonaka, Yuzimni ochib siz ochib gapira olmaysizmi? Aliga keladigan bo'lsa, Aliga xotiningni bersin, Ali seni xotiningni xotin qilib olsa, pullang ko'payib ketadi. Ali WhatsApp chiqibmi? Aliga xotiningni ber. Haromi meni xotinimni qo'shma, onasi Aliga xotiningni ber. U WhatsApp, u angalar. Aliga xotiningni ber. Xotiningni ber, xotiningni ber. Senga donatorlar xotiningni ber. Bor uylan. Guli mujiga kelsan. Bor Aliga xotiningga. Bor Ali o'tganda WhatsAppdan menga isqirsan, Guli isqirsan, tushundingmi? O'sha xotiningni Aliga olib ber. Bor. Musulsan sen. Guli mard ekansan, ayol kishi bo'lib yuzingni ochib o'tirsan, gap yo'q. Bu angalar. Bor. Senga WhatsApp pul kerak, Aliga xotiningni ber. Senga donatorni qiladi. Senga. Onangni skay. Qizi fohisha onangni ko'tiga skay biladi. Xotinimni gapirma. Qizlaringni ham bo'lsin seni. Bolamni nito gapirding. Yoz, bolang uchun yoz. Yoz ustidan, bolang uchun yoz. Onamni so'kkani uchun javob berasan. Sikaman men, yozsang yoz. Bolang uchun yoz Guli. Yozsin. Lekin oshirib yubor. Sikaman buni. Ammamni qamalib ketdi. Bola chaqani qo'shmaylar, bola chaqa xotin. Meni xotinimni qo'shdimi? Xotinimni qo'shdimi? Men balasini qo'shaman. Unaqa balani qo'shmang, ey. Ketib Nimaga meni xotinim? nima deyapsiz? Nimaga meni oilamni qo'shadi? Nimaga endi ayol kishiga nima qilmang, ey. Nimaga oilamni qo'shadi? Ketib biz ayol kishi bilan mayli nima qilmang. Nimaga meni oilamni qo'shadi? Tushunyapsanmi? To'g'ri bo'y. Chiqsin, Luboyga chiqsin. Men onamni fohisha degani uchun. Mayli, qamalib ketay. Onamni fohisha degani uchun javob bersin. Qamalishga roziman men. Endi men yarashtirmoqchi edim shu Guli hozir. Undan ko'ra uzr so'rang, xonaka. Uzr so'rang, biroq uzr so'rang. Assalomu alaykum. Alo, assalomu alaykum. Qaytarib ber. Men Oltiariq tumani Zilxa shaharchasi 20-18-xonadondan telefon qilyapman.
Zilxa nechi dedingiz? Zilxa ishchilar shaharchasi 20-dom 18-xonadondan. 28. Familiyangiz nima? Bu ham haqiqiy Uzr so'rang xonaga iltimos uzr so'rang. Uzr so'rang. Onamni jalab degan. Gostisida turganimda xonnikidagi chiqib meni voyaga yetmagan farzandlarimni shaxsiy egasiga tegib voyaga yetmagan bolalaring seni jalab deyapti. Men shuni voyaga yetmagan men bolalar qizlarimni otasi o'tib ketgan shu sababli xon 01 nikida anaqa efir olib boradigan meni juda qattiq haqorat qildi. Meni onamni jalab degan bu. Onamni jalab degan o'lgan onamni. Xotinimni gapirdi bu siqir. TikTok profilida. TikTok profilida. Xonaka uzr so'rang iltimos. Men qonun bo'lsa qonun tomonidan gaplashaman sen bilan. Sen men onamni jalab deganing uchun, g'iybat qilganing uchun, qancha tuhmat qilgancha, oilamni gapirgancha sen ham javob berasan. Javob berasan. Meni o'zim haqorat qilsin, boshqa qilsin, menga u shaxsiy adovati bor. Bir ikkita videolar ham tashlab berishgan, men haqimda videolar qo'ygan profiliga. Shularni ham sudda taqdim qilaman. Nega? Men qo'rqmayman. Men qo'rqmayman. Yoz profiliga ham qo'ygan. Bu nimada men hech unaqa qilmagandim. Ko'p marotaba. Guli. Salomat bo'ling. bo'ldi. Xonaka uzr so'rang, xonaka iltimos sen nima qilishini qarab. Hammani ichida bo'lar jin deydimi? To'xtanglar. Non ko'rsan sen, Guli, non ko'rsan. Men qo'rqmayman qamalib chiqishda. Men qo'rqmayman. Xon to'xtab. Turg'anlar bir minut to'xtab. qamalishdan qo'rqmaydi, o'ylama. Xon, bo'pti. Qamati. Qayerda bo'lsin? To'xtab tur. Guli, o'chirasan, majliq shu Po'latni ham qamat etgan odam yo'q oramizda. Guli qarab Po'latni turing. ham yo'q odam yo'qmi? Qiziz turmushga chiqqanmi yo'qmi? Qiziz turmushga chiqqanmi yo'qmi qiziz? Uylanimga chiqadim, hali voyaga yetmagan jinni. Men seni qizing fohisha bo'lsin dedim. Sen meni xotinimni gapirganing ekan. Qo'shmay unaqa qizi turmushga chiqqan xonaka yo'q. unaqa qiliq qilmang, uzr so'rang. Sen meni xotinimni gapirding.